Assalomu alaykum. Mana 4-darsimiz. Bu darsimizda XP nuqtadagi ikkita buyruq bilan tanishib chiqamiz. Ya'ni recent va mcconfig buyrug'i. Bu buyruqlar haqida qisqacha to'xtalib o'tadigan bo'lsak, recent buyrug'i hammamizga tanish bo'lishi ham mumkin, ham qiziqarli. Misol uchun, siz o'zingizning shaxsiy kompyuteringizni boshqa bir birovga berganingizda, u qanday fayllarni ko'rgan sizning kompyuteringizda, qaysi fayllarni ochgan, mana shu haqda ham mana shu buyruq orqali bilib olishingiz mumkin. Ikkinchi buyrug'imiz mcconfig buyrug'i. Bu buyruq orqali ko'plab amallarni bajarish mumkin. Bizga keraklisi bu darsimizda avtozagruzkaga tushib qoladigan dasturlarni olib tashlash mumkin. Ya'ni har kompyuterimiz yonganda avtozagruzkada misol uchun Mail Agent yoki Yahoo Messenger yoki bir qancha dasturlar avtozagruzkaga tushib qolgan bo'lsa, ular ham yonadi. Mana shuni o'chirib qo'yish mumkin. Ya'ni o'zimiz xohlagan paytda yoqishimiz mumkin. Ana endi darsimizga to'xtaladigan bo'lsak, buning uchun biz klaviaturadan Windows R tugmasini bosamiz. Mana shu quyidagi forma bizga hosil bo'ladi. Yoki pusk menyusiga kirib, bu yerdan quyidagi tugmani ham bosishimiz mumkin. Hozir ko'rib turibsiz, bizga mcconfig berilgan. Birinchi biz recent buyrug'ini ko'rib chiqamiz. Buyruq bizga keltirilgan ekan. Recent kal so'zi yozilgandan keyin OK yoki enter tugmasi bosiladi. Mana ko'rib turibsiz, bu yer hozir bo'm-bo'sh. Ana endi biz sinab ko'ramiz. Ya'ni men shaxsan mana shu faylni ochib ko'raman. Yoki boshqa VCD fayllarni ham ko'rishim mumkin. Yoki boshqa bir papkaga kirib har xil rasmlarni ham ko'rishim mumkin. Ya'ni men shu faylni ochib ko'rdim, shu nomdagi. Ana endi chiqib kelgan kompyuterimiz xotirasida bu narsa yozilib qoldi. Ana endi biz quyidagi Windows R va recent kal so'zdan foydalanamiz. Mana ko'rib turibsiz. Hozirda men birinchi ochgan faylimni ko'rsatibdi. Ya'ni bu yerda vaqt keltirilgan. Ya'ni hozirgi sanada qaysi vaqtda qaysi faylga murojaat bo'lganligini ko'rib turibmiz. Ya'ni papka va VCD va quyidagi rasmni ochib ko'rilganligi ro'yxati bizga namoyon bo'ldi. Ya'ni bu narsani biz o'chirib tashlashimiz ham mumkin. Ya'ni xuddi fayl o'chirish kabi Shift Delete orqali. Mana shu birinchi buyrug'imiz. Ikkinchi buyrug'imiz mcconfig. Ya'ni bizda bu keltirilgan. Quyidagi kalit so'zi yoziladi va enter tugmasini bosamiz. Mana bu yerda bizga kerakli bo'lgan avtozagruzka. Ya'ni har kompyuter yonganda sizni avtozagruzkaga tushib vaqtingizni o'g'irlashi mumkin. Mana shu yerdan xohlagan fayllarni avtozagruzkadan olib tashlash mumkin. Misol uchun men Yahoo Messenger, Mail Agent va Mail Agentni o'z yana dasturlari. Mana shularni olib tashlay olaman. Mana endi OK tugmasini bosishim mumkin. Перезагрузка qilaman. Mana shu. Ya'ni keyingi kompyuter yonishda Mail Agent, Yahoo Messenger dasturlari ishga tushmaydi. Ya'ni o'zim xohlagan paytdagina ishga tushirishim mumkin bo'ladi. Mana shu bizning 4-darsimiz. Keyingi darsimiz orqali esa bundanda qiziqroq bo'lgan buyruqlar bilan tanishib chiqamiz.